Guldiroz olqishlar bilan kutib olamiz. Mahfuza Sherboyeva. Marhamat. Atirgul yig'larkan kuz kelmasin deb, insonlar insondan yuz burmasin deb. Men esa Allohdan so'rayman faqat sizdek istarasi issiq yaqinlarimga ko'z tegmasin deb. Yaqinda bitta joyga bormaydi, men zo'rman dedim. Keyin odamlarga aytdim. Kim o'zini maqtaydi dedim. Bitta ayol shunday o'rnidan turdi, tentak dedi. Men aytdim, eplagan o'zini maqtaydi dedim. To'g'rimi? Bugungi kunda o'zingiz maqtamasangiz bo'lmayapti. Mana yaqinda deng Astanovkada tursam, endi yigitlar sizlarning sirlarini ochaman. Opalar, qizlar, yigitlar, erkaklar ayollarga baho qo'yar ekan-ey. Shunaqa chiroyli qiz o'tib ketdi. Mashina yurib o'tib ketdi-da. Ikkita yigit turdi, og'zi mo'yni ochilib qoldi.